Bilasiz, prezidentimiz eng katta insoniylik prinsipini alohida o'rin qo'yadi. Hech kim norozi bo'lmasin bu yurtda. Sizni xatoingiz birinchidan sug'oriladigan joyga hujjat qilmasdan chala qilib qurish qilgansizlar. Sug'oriladigan joyni toifasini o'zgartirish hozir viloyat hokimining ham vakolati yo'q. Shu men bugun ko'rib, to'g'risi rosa mana ijrochilarda ham jahlim chiqdi. Lekin bu noinsoblar mana bu biroz maslahat qilganda bizlar sizga naraton shuni qilib, keyin buni olib tashlayveraylik. Ertaga ertalab sizlar boringlar, Bahodir o'zing bor, kadastr olib bor, fermerdan topib, janjal bilan hech narsa bitmaydi. Yurakdan siz yana bitta narsani biling. Sizni xatongiz hujjat qilmaganingiz. Qonunni buzganingiz, bu qonun buzilsa hech kimni qo'llolmaydi. Qonun baribir qonunda o'qib bilasiz. O'zingiz mana aytyapsiz-ku, qamalib chiqdim. Keyin 229 bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib javobgar bo'ldi degani bu yerda o'zboshimchalik egallangani tasdiqlandi degani. Ertaga mana yigitlar yuboraman. Sizga bir qonuniy joy topamiz, auksionni o'zingizga qilamiz, opa, shoshilmasdan bir 10-15 kun, 20 kun ketar, bir oy ketar mana hozir oldimizda qish ham bor. Uyingizda o'z materiallari ham hamma narsa bor ekan. Ular olamiz, leshnisini topilmagan topamiz-da, chiroyli qilib, vatan qilib, sizda ham ertaga egalik huquqi bo'ladigan, bir meros qoldiradigan, farzandlar bilan bemalol yashaydigan. Qilsak bo'ladimi shunday yordam bersak? Qilsak bo'ladi. Yordam beramiz, hech qanday masala yo'q. Sizni ijtimoiy himoyalardan ham ko'p yordam berilgan ekan. Bayramgacha borki, qo'l tashlashib, xudo xolasa, biz tez kattaroq xuruj qo'yamiz-da, tez ko'tartiramiz, xudo xolasa bilinmaganda mana uyingiz buzilib ketgani ham sezilmaydigan qilamiz-da. Shunga kayfiyat buzmaysiz. Nasib opa. Afsalom aka, sog'lig'i ham borku, doktorga aytibsiz borku, mana uni to'g'rilating tez. Qolgan bir gap bo'ladi. Janjal bilan, shu kelishmovchilik bilan hech narsa. Siz shu bugundan shunday kesib yuboring, ko'rmaganda bo'lib keting. Agar chuqur qishloqlarda ketmandop 2 katman ursangiz, gulda yer, to'g'rimi? Yer bergansiz, Makka ekdik. Ana bug'doy oldik. Mana Makkaga yer berdik, ekdingizmi Makka? Ekdik, ha. Ekib mol bormi, mol? Molimiz yo'q, haloldan ishlasangiz yo'q. Bor edi oldin. Xudo xolasa zo'r qilamiz. Hozir mana akani ham davlatamiz. Mana qizlaringiz bor ekan. Ular ham borku, psixologik yomon ta'sir qiladi. Ertaga psixologlar ham qo'yib, bitgandan keyin borib, qizlaringiz bilan bir ko'rishib, xudo xolasa bayramga to'yga to'yana bo'lar prezidentimizdan. Xo'pmi? Shu yurtboshimizning umrlari uzoq bo'lsin avvalo. Bizday muhtojlarning yuzini yorug' qilib, elning oldi mana shunday doimo yuzimizni yorug' qilib yuring nasib bo'lsa. Allohim yuzingizga nur bag'ishlasin, ishingizga rivoj tilasin. Alloh